Bugun 3-darsligimizni boshlaymiz. Biz o'tgan darsimizda birinchi etajni plitasini yopgan edik. Ikkinchi etajni g'ishini terish xuddi birinchi etajda qaytarilganda terganimizdek 4 ta burchagini terib olamiz. 4 ta burchagini tergandan keyin diagonallarni hammasini o'lchab to'g'ri o'ringa qo'yganimizdan keyin g'ishni davom etkazamiz. Eshiklarning balandligini 240 qoldiramiz. Derazani balandligi ham eshik tepasida peremishkasi bilan derazaning peremishkasi bir xil o'rinda o'tadi. G'ishtlarning har bir terilishiga ahamiyat beriladi. Prorab o'sha ustada ishlayotganda, g'ishtni terayotganda prorab o'shalarni kuzatib borish kerak. Ustalarga mushayqmagan holatda. Peremishkalarni qo'yib, peremishkadan keyin qator g'ishtni urib, sesma poyezga 23,5 bo'lishiga, 40 bo'lishiga 20 sm sesma poyezi olinadi rashodini. O'sha sesma poyezlarni qo'yib, ikkinchi etajga to'sin tashaladi. To'sinni tashlagan olasi 70 sm dan bo'lishi kerak. To'sinni albatta baquvvatidan qo'yish kerak. To'sinni u ancha muncha yuk ko'taradigan narsa, tomni ushlaydigan, uyni ushlaydigan narsa to'sin bo'ladi. To'sinni qo'yishdan oldin to'sinni tagiga taxta murvat qo'yib chiqiladi. Murvat deyiladi. Taxta bilan qo'yib, taxtaning ustiga keyin to'sin mixlanadi. Ana uning ustidan keyin turli patolog avreshotkalarni qo'yiladi. Avreshotkalarni qo'yganimizdan keyin ustidan qamchi bosamiz. Undan keyin lo'mboz bosiladi. Lo'mbozni qalinligi 10 sm dan kam bo'lishi kerak emas. Mustahkam bo'lishi kerak. Biza qamchi 2 qavat bosamiz. Birinchisini to'g'ri bossak, ikkinchisini ustiga press qilib bosamiz. Lo'mboz bitgandan keyin o'sha tom boshlanadi. Bu ishni tomchi davom etkazadi bu yerda.